Uyda bahosi 55 ming, birinchi bahosini aytamiz. 13 sotix, 5 ta xona. 5 ta xonadan 3 tasi patkulus, 2 tasi korobka holatda. Fadvali ham bor ekan. Uyda ko'rasizlar, ayvonlarda ichi bor, suv oqib qo'ygan, lekin ichlari uyda holati yaxshi. Mehmonxonamiz ham juda ham katta ekan. 13 sotixlik orqa tomonda teplitsalari bor ekan. Teplitsa bor tomonda yana bitta отдельный ravoti bor. Bemalol narigi tomonni ham foydalanib uy qilsa bo'ladi. 2 ga 3 ga bo'lib yuborsangiz bo'ladi. Sababi uyimiz uglovoyda joylashgan. Pastki raqamda aytmoqchiman ham baraka qilamiz. Suvdan, svetdan muammo yo'q. Gaz yo'q ekan. Tashlarda aramozorni bilasizlar, aramozorda turibmiz. Xo'p, ko'rasizlar, mana endi stashga burchatga qilish kerak. Endi sekin olgan odam o'zim sekin-sekin sarmlasanglar jidcha qilib bitkazib olsa bo'ladi. Sami gilamning 13 sotixlik juda ham katta uglovoyda joyimiz. Nari tomonda o'ziga ikkita chekis olsangiz bo'ladi, orqa tomonda. Telefon qilsalar ham baraka qilib yuboramiz. 55 ming baho aytganmiz, kelishadigan xonasi bor. 13 sotixlik hozir 4 mingdan hisoblasangiz ham, 3 mingdan hisoblasangiz 40 ming bo'ladi. Misol yeri 2 mingdan hisoblasangiz ham mana yerni ustiga ancha rasxod qilib qo'yilgan. Betonlarni ham ko'rasizlar, 1.20, 1.5 podushkalar bilan juda ham qalin qilingan. Endi uyimiz mehmonxonasi katta. Mana uylarimiz seysmali, regelli bo'lgan. Mani hisobim bo'yicha ikkinchi etajini ham ko'tarsangiz bo'ladigan holatda. Pastki raqamlar barakaga 55 mingga mana shunaqa chiroyli chiqarib davom etamiz. Nuqsonlar baraka qilib olamiz.